Всем assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi videomizda sizlar bilan ajoyib eksperiment qilamiz. Men mayada 2 millionlik BMWdan 2 topib qo'yganman. Bittasini 1.600.000, bittasini 1.700.000. Mana hozir mashina sotib ko'ramiz. Mana shu mashinani. BMW adashmasam 40 bo'lsa kerak. BMW 40 binasi deb qoldi. Qani olmasam ketdi Rinokka. Hozir sizlar bilan Rinokka borib shuni sotib ko'ramiz. Hozir bir necha sekundda borib olamiz. Mana kelib qoldik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida sizlarga opsiyada promokod yozib qoldiraman. Yangi kirgan o'yinchilarga bemalol yozib kirsanglar bo'ladi. Mana tashlab ham oldik, gap-baram bo'lib. Endi bu sotilguncha ozgina mashina ko'rib turamiz. Qani olmasam ketdik. Mana oxirida men bitta mashina ko'rdim. Hozir ashinga boramiz. Qani olmasam ketdik. Adashmasam 15 million bo'lsa kerak. Mana 15 million ekan. Vashshe zo'n narx. O'ta zo'n narx. Bu test chiqmayapti. Mana qanaqa mashina ekan? 700 million. Nitrosi 3 ekan, bo'lmaydi. Brabuschi bo'lmaydi, bu ham 9 ta bo'ladi ekan. 17 million. Qaysi mashina bu? BMW M4 ekan, yo'q boshqa ekan bu. Hozir bo'lmas ekan. Bu cho'ta bagi bo'lyapti. Cho'ta. Hozir. Endi mana ko'raylik. Bu ham BMW M4 ekan. 80 yo'q. Qanaqadir bu ham normalniy. Hozir sizlar bilan videoda sal tezlashtirib yuboramiz. Endi hozir bir necha sekundda mashinamiz sotiladi. Qani bo'lmasam mana sotdik mashinamizni 2 million 100 ga. Like bilan podpiska bosish esdan chiqmasin. Shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetib kelyapti. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr. Like bilan podpiska bosib qo'yinglar albatta.